Bu kes tashishlar endi. Burchakka taklif qilinadi. Xorazm o'g'loni. Assalomu alaykum sport ixlosmandlari, xush kelibsiz. Bugungi boks kechasini ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mağlup kalışattır senga Xorazm, senga begonadir bu moqlik taslim. Davay! Hammaga assalomu alaykum. Xivada Jaloliddin Manguberdi avlodlari deb nomlangan xalqaro boks oqshomida start berildi. Hozircha ko'rganlaringizdek, o'zimizni Xorazmni zemlakimiz Anvar yana ringga chiqib jang qilib turibdi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turamiz. Boks oqshomida bizning Xorazm zemlaklarimiz umuman olganda ko'p yurtdoshlarimiz jang qiladi. Hozir birgalikda bilan qo'llab-quvvatlab natijani sizlar bilan tanishtiramiz. Manguberdi avlodlari Xorazm. Demak, Xorazmdagi Manguberdi avlodlari xalqaro boks kechasini tashkilotchisi adashmasam sizlar bo'lasizlar. Ag'a, bu kecha haqida bir qisqacha ma'lumot bersak. Shu Xorazmda yana birinchi marta professional boks yo'lga qo'yildi. Endi shu maqsadimiz shu yo'nalishda молодежьda o'tgan bolalarni, Osiyo mira chiqqan bolalarni shu bilan Zrossiya professionalda olib borish. Shu xudo xolasa, nima deymiz, 4-5 boy ussa уже xudo xolasa bularni Amerika bilan shartnoma tuzish shularni planlashtirib turibmiz. U yanada olib chiqamiz xudo xolasa. Xudo xolasa o'zi bu yerda masalan 4-5 boy o'tsa, o'zi Amerika chet davlat Yevropa o'g'onlariga ketadi. Shulardan avval shartnoma tuzib, shular bilan kontrakt tuzaymiz xudo xolasa. Niyatimiz Xudo xolasa bu niyatlarimiz amalga oshib, bizlar ham munosabat tilakdoshmiz. Yana bir savol bor. Bugungi boks oqshomida o'zi chig'ana bokschi bizning Xorazmda qatnashib turibdi. Bizning hozir Xorazmdan 7 bola turibdi. Endi Ozarbayjondan ham kelgan mehmonlarimiz, ishtirokchilar ham bor. 2 dona Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikistondan ham bor. Ozarbayjonni oldirishimizning sababi u 9 boy tushgan bola hozir shu bolani bizani bolamiz ussa to'g'ri birinchi bizani debyutimiz bizani bolani shu bolani ussa xudo xolasa to'g'ri 200 ga kiradi-da. O'sha bu ya'ni yana bir 2-3 boy ussa o'sha 50 40 ga kiradi. Bu o'sish tez bo'ladi. Shuning uchun yanni oldirdik. Xudo xolasa. Shu niyatimiz shu bolani butun dunyoda tanitish, Isroildan o'nlab yuzlab Isroil madrimni chiqarish niyatimiz. Albatta. Ag'a, bu narsani tashlashtirganingiz uchun alohida sizlarga rahmat. Chunki Xorazmda bu narsani tashlashtirishni, biza boks ko'rishni ko'p tomondan orzu etdik va yana sizlar sabab cho'qtirsalar. Xudo xolasa og'amat ishlaringlar. Sog' bo'lib, charchamanglar. Avvalambor assalomu alaykum. Saylar. Xushsiz Xorazmda. Anvarbek g'alaba bilan tabriklaymiz. Jang haqida qisqacha o'zingiz bir fikrlaringizni aytsangiz. Avvalambor hammaga katta rahmat. So'pinligim kuchli, mahoratli edi. Murabbiylarimiz bilan mehnat qildik, tayyorgarlik ko'rdik. Alhamdulillah yutib oldik. Rahmat, g'alabangiz bardom bo'lsin. Fikrlaringiz jang haqida. O'zi umuman Xorazmda bu Xivada bu boks oqshomi bo'lib turgan haqida fikringiz? Bugungi kecha xalqimiz uchun, ayniqsa shu Xorazmliklar uchun bir bayram desak bo'ladi. Chunki hozirgi kunda sport butun davlatda ommalashgan, ayniqsa O'zbekistonimizda boks turi ayniqsa. Bu hozir Xivamizda turib turgani bu yana ham bir xalq uchun bayram bo'lib turib, yana yurtimiz kayfiyatlari zo'r. Kayfiyatlarına kayfiyat qo'shgan holda yana o'zimiz Xorazmda ukalarimiz Anvar akam chiroyli bokslar bilan, g'alabalar bilan xursand qilib turibdilar. Albatta bunday kechalar shunday shoular o'tirib turgani albatta sportimiz uchun bir katta qadam. Zoom olganda bizani Xorazmda bokschilar ancha ko'p, lekin bugun ham shuni bilish mumkin, 7 nafar bokschi adashmasam bugun ringga ko'tariladi. Hozir janglarga yurtibsiz, bizani Xorazmda boks san'ati deymizmi, rivojlanish bir fikringizni chiqa bilgan nisbatan. Asta-asta rivojlanish bor, chunki baribir shu biza chiqqanmiz, bizadan oldin Temur Branklar chiqqan. Nima desam bo'ladi, shuni izdoshlari baribir asta yetishib kelyapti. Chunki chempion chiqqan sari shu yoshlar harakat qilaveradi, chempion bo'laman deb. Shu boisdan mana Nurbek ukamiz, qolgan Xorazm boksyorlar ham shu niyatda havaskor boksdan, professional boksdan o'zlarini sinab ko'rgan holatda o'zlarining reyting janglarini boshladilar. Xudo xolasa mana shu
shoularni, boks kechalarini ko'paytirish kerak deb o'ylayman Xorazmda. Albatta. Esa Anvarbek, siz ham kengingiz omad, sizlar sizdan kengingiz omad tilaymiz. Xudo xolasa, aytganingizdek, Xorazmda Xivada shunday boks oqshomlari ko'p tashkil etilsa, o'ylayman, Xorazmda boks sport turan keng rivojlanadi deb o'ylayman. Rahmat, sog' bo'ling. Xorazmda Guyevi Fazliddin G'oyatnazarov, assalomu alaykum. Xushkabsiz Xorazm. Yaxshimisiz? Rahmat. Bugungi boks oqshomi haqida o'zingiz fikringizni bildirsangiz. Bugun mana Xiva shahrida va Ichankalada bunaqa boks oqshomi bo'lib o'tyapti. Bu albatta hammasi Xorazmda boksni yanada professional boksni rivojlantirish. Mana sizlarda juda ham yaxshi ukamiz, juda elimiz suygan bir zo'r bokschi bor, Isroil Madrimov. Shu akalarning orqasida mana yoshlar hozir o'sib chiqyapti. Yaxshi bokslar bo'lyapti. Ichankalada yana qayerda? Bunaqa bir atmosferani ko'rib xursand bo'lyapmiz albatta. Hamma bolalarga omad, Xorazm xalqiga omad. Ota-onasiga rahmat shunday sportchilarni tarbiyalab, ustozlariga rahmat shunday bir tarbiyalagani uchun. Juda ham bir mehmondo'st, yaxshi bo'lyapti. O'ylaymanki, bundan keyin hali Isroildan ham zo'r bokschilar olib chiqadi xudo xolasa. Inshaalloh. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Fazliddin G'oyatnazarov Xorazmda Guyevi, Beyzoytman qo'shko'pirang. Qo'shko'pirang. Asag'al, ishlaringiz omad. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Sog' bo'ling. Tretий боковой судья. 38 в этой дике объявляется режим Джангелар Дура.